Kuchsiz insonlar qanaqa bo'ladi? Kuchsiz insonlar tez stressga tushadi, tez xafa bo'ladi, tez hammani ayblaydi. Hamma ayb otamda, onamda, u aybdor, qo'shnim aybdor, shu menda bolalikdagi travma bor degan insonlar haqiqiy kuchsiz insonlar. Bo'ldi, ota-ona sizga beradigan narsasini berib bo'ldi, o'sha uyog'ini o'zingiz hayot davomida izlanib, harakat qilib, uni o'rnini to'ldirishingiz kerak. Tushundingizmi? Ha. Agarda yana bir marta чтобы boshqalar aybdor, hamma menga nohaqlik qilgan degan gaplaringizni aytmang boshqa. Chunki bu haqiqat emas. Haqiqat sizni dangasalingiz bo'ldi. Siz o'zingiz sizda rivojlanishni xohlamasdan shunchaki dangasalik qilib, o'zingizdagi aybni boshqalarga to'nkarib qo'yasiz. Uni ota-onangiz ham sizga u o'zida bormi bergan? Tushunarlimi? Ha.